Bir kun Hazrati Muso alayhissalom bir kun Allohga aytdiki: "Yo Rob, dunyoning eng gunohkor odami kimdir?" Aytdiki: "Ey Muso, falonchi soatda bir orolga bor. Bu sohilda bir bola va otasi yuribdi. Sen so'rayotgan o'sha gunohkor kishi o'sha odamdir." Ertangi kuni yana so'radi: "Yo Rob, unda dunyoning eng gunohsiz odami kimdir?" "Ey Muso, sen yana o'sha soatda bor. U yerda bir odam farzandi bilan yuribdi. Sen so'ragan gunohsiz kishi o'sha odamdir." Qarasaki, o'sha odam. Kecha dunyoning eng gunohkor odami bugun qanday eng gunohsiz bo'lyapti? U bolakay otasidan so'radi: "Dunyoda eng ko'p nima bor?" "O'g'lim, dengizlarning suvi bor." "Dengiz suvidan ko'proq nima bor?" "O'g'lim, qum zarralari bordir." "Ota, qum zarralaridan ko'proq nima bordir?" "Otangning gunohlari bordir." "Ota, seni gunohlaringdan katta nima bor?" "Mening gunohlarimdan juda katta Allohning marhamati bor." Ana endi ey Muso, modom gunohlardan u meni ustun bildi, men ham uni kechirdim deydi Janobi Haq.